Nima uchun hamma shu muhayyoni sevarkan? Nima deb o'ylaysizlar? Bizdagi murojaatlarda ham 10 tadan 8 tasi ana shu muhayyodan deyishadi, so'rashadi. Bilsangiz kommentariyada yozib keting. Biz sizlar uchun muhayyodan uy topib qo'ydik do'stlar. Shundoqqina yo'lni bo'yidan. Siz derazadan qaraysiz bo'ladi. Eski Begonia magazinni shundoqqina ro'parasidan, ya'ni yo'lni bo'yidagi 4 qavatli uylarning 3-qavatdan 2 xonali tayyor jihozlari bilan kvartira sotuvga chiqmoqda. Lokatsiya juda ham zo'r, ta'riflashdi o'zi. Hojati ham yo'q. Xonani holatini ko'rishingiz mumkin. Qarang, chiroylikgina, yaxshi holatda turibdi. Yumshoq mebellar, konditsioner o'rnatilgan, eshik romlari, ya'ni romlari akfa romlarda. Bu tomonda ikkinchi xonasini ko'rishingiz mumkin. Romlari akfa, bu tomonda ham mana romlari bor. Bu tomonda mana yotoqxona mebellari hammasi qoldiriladi, gilam pardalarigacha. Bu yerda mana televizor, plisoslargacha, hatto dazmolgacha bor. Bu tomonda oshxonani ko'rishingiz mumkin. Oshxona jihozlari ham qoldiriladi. Ya'ni ko'zingiz ko'rib turgan barcha mebel texnikasi qoldiriladi. Mikrovolnovkagacha bu. Bu yerda mana muzlatgich. Bu tomon tashqaridan kirish qismi qarang. Sifatli eshiklar o'rnatilgan, chiroyli holat qarang. Kirib yashashga tayyor. Umuman ortiqcha rasvot qilmaysiz. Shkaflargacha o'rnatilgan. Bu yerda umumiy sanuzel. Qarang. Kafelar qilingan, holatlar yaxshi holda turibdi. 3-qavatda joylashgan 4 qavatli uylarda mana shu tayyor kvartira egalari tomonidan 30.500 dollarga baholanyapti. Albatta kami bor, qiziqqanlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Ulgurib qoling, chunki ko'pchilik so'raydi bu yerdan. Hozirroq aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlarga shunaqa zo'r uylarni ilib boramiz.